Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzumiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlarida ta'limiy faoliyatga rahbarlik qilish. Reja ta'limiy faoliyatga pedagogning boshqaruvchanlik roli hamda ikkinchi rejamiz ta'limiy faoliyat jarayonida foydalanadigan metodlar. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlarda ta'limiy faoliyat jarayoniga rahbarlik qilish quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi. Rivojlantiruvchi markazning maqsad va vazifalari. Bunda bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash, intellektual, psixologik, jismoniy, ijodiy va ijtimoiy jihatdan ta'limiy faoliyatni o'yin orqali tashkil etish, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini shakllantirish. Ikkinchisi, rivojlantiruvchi markazlar turlari. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida quyidagi rivojlantiruvchi markazlar tashkil etilgan. Qurish, konstruksiyalar va matematika markazi. Bunda sonlar, shakllar va muammolarni hal qiladi. Til va nutq markazi. Bunda bolaning til madaniyati, nutq madaniyati rivojlanadi. San'at markazi. Bunda rasm chizish, haykaltaroshlik va qo'l mehnatiga o'rganadi. Fan va tabiat markazida atrof muhitni o'rganadi hamda tajribalar o'tkazadi. Syujetli rolli o'yinlar va sahnalashtirish markazida bolalarda o'zining minisi shakllanadi. Uchinchisi, ta'limiy faoliyatni tashkil etish va unga rahbarlik qilish. Ta'limiy faoliyatni rejalashtirish, bolalarning yoshi va individual xususiyatlariga mos metodlarni tanlay olish. Innovatsion metodlar. Bunda STEM ta'limi, interfaol o'yinlar, eksperimentlar orqali o'rgatish. Muallim va tarbiyalanuvchilarga rahbarlik qilish qobiliyati, ularning malakasini oshirish, yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish. Ota-onalar bilan hamkorligi, bolalarning ta'limiy rivojlanishida oilaning ishtirokini oshirish. To'rtinchisi esa monitoring va baholash. Bolalarning rivojlanish darajasini baholash uchun kuzatuv va diagnostika tizimini yo'lga qo'yish. Rivojlantiruvchi markazlarning samaradorligini o'lchash va takomillashtirishdir. Pedagogning boshqaruvchanlik roli. Tarbiyachi maktabgacha ta'lim tashkilotida asosiy shaxs hisoblanadi. Uning g'oyaviy, siyosiy va ilmiy pedagogik tayyorgarligi, javobgarlik hissi, pedagogik mahorati va ishga bo'lgan ijodiy munosabati bolalarning tarbiyalanganlik va bilish darajasiga ta'sir qiladi. Bola bilan munosabati. Tarbiyachi bolaning o'quv faoliyatiga bo'lgan munosabatini ko'proq uning tarbiyachi shaxsiga munosabati bilan belgilanadi. Tarbiyachi har bir bolaga o'ziga xos xususiyatlarini yaxshi bilgan holda undagi o'ziga xos xususiyatlarini zararli bo'lsa yo'qota borishi bolaga nisbatan qulay talab qiladi. Pedagogning boshqaruvchanligi. Bu tarbiyachining ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, bolalar bilan o'zaro munosabatlarini yo'lga qo'yish, ularning o'qish va tarbiyalash jarayonini nazorat qilish hamda yo'naltirish qobiliyatidir. Bu tushuncha quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni o'quv jarayonini rejalashtirish va boshqarish, mashg'ulotlarni puxta tayyorlash va rejalashtirish, bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olish, ta'lim mazmunini samarali taqsimlash. Ikkinchisi, motivatsiya va rag'batlantirish, bolalarning ta'lim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish, ta'lim jarayoniga innovatsion metodlarni joriy etish, mustaqil fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirish. Uchinchisi, nazorat va baholash. Bolalarning bilim darajasini doimiy baholab borish, baholash mezonlarini aniq belgilash, tahliliy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirish. Va to'rtinchisi, psixologik va pedagogik kompetensiya. Bolalarning psixologik holatini tushunish, mashg'ulotda ijobiy psixologik muhitni, hissiy yondoshuvni qo'llash. Va beshinchisi, tashkiliy va boshqaruv qobiliyati. Ta'lim jarayonini
muvofiqlashtirish, mashg'ulot va mashg'ulotdan tashqari faoliyatni tashkil qilish, jamoa bilan ishlash va muvofiqlikni ta'minlash. Pedagogning boshqaruvchanligi nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda, balki bolalarning shaxsiy rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli pedagogning boshqaruvchanlik qobiliyatlarini rivojlantirish ta'lim sifati uchun muhim omil hisoblanadi. Ta'limiy faoliyatning muhim jihatlari. Ta'limiy faoliyatning muhim jihatlari nimada? Birinchidan, faoliyat turini almashtirish. Bolaning ko'p vaqti harakatsiz o'tirishi uning sog'ligi uchun juda zararli hisoblanadi. U bolaning har tomonlama rivojlanishini sekinlashtiradi. Faoliyat turlarini almashtirib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ikkinchisi, tinch va quvnoq muhit yarata olish kerak. Bunda bolaning normal rivojlanishi uchun har doim tinch, quvnoq muhitni tashkil etish lozim. Bolani solishtirish kerak emas, chunki bu ularning ruhiy holatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Uchinchisi, faoliyatda ijobiy natijalar. Ta'limni shunday tashkil etish kerakki, har bir bola faol ishlasin va har biri ijobiy natijaga erishsin. Bolalarning mashg'ulotda olgan bilim va malakalari boshqa faoliyat turlarida qo'llanishi mumkin. Mashg'ulotning ahamiyati nechog'lik? Mashg'ulotning ahamiyati bilim va malakalarni shakllantirishda yordam beradi. Ya'ni mashg'ulotda ta'lim, tarbiya vazifalari hal etiladi. Bolalar tevarak atrofdagi hayot va tabiat bilan tanishish, nutq o'stirish, savod o'rganish, matematika, jismoniy madaniyat, tasviriy faoliyat, musiqa bo'yicha eng oddiy taassurotlarni, ya'ni bilimlarni, malaka hamda ko'nikmalarni o'rganadi. Maktabga tayyorlashda ham mashg'ulotning ahamiyati juda katta. Mashg'ulot bolalarni maktabga tayyorlashda katta ahamiyat kasb etadi. Mashg'ulot bolalarda barqaror diqqatni, irodani, diqqatni jalb eta olish kabi qobiliyatlarni rivojlantiradi. Mashg'ulot jamoatchilik hissini uyg'otadi, ya'ni jamoa usulida olib borish katta ahamiyatga ega. Chunki birgalikdagi faoliyatda bolalar bir-biriga faol ta'sir etishadi. O'z tashabbusi, topag'onligini namoyon qilish imkoniyati tug'iladi. Ikkinchi rejamiz ta'limiy faoliyat jarayonida foydalanadigan metodlar. Ta'lim metodlari deganda o'rganilayotgan materialni egallashda qaratilgan turli didaktik vazifalarni hal etish bo'yicha tarbiyachining bolaga ishi va bolaning o'quv bilish faoliyatini tashkil etish usullari yig'indisi tushuniladi. Ta'lim metodlari dastlab pedagog ongida muayyan yo'nalishdagi faoliyatning umumiy loyihasi tarzida namoyon bo'ladi. Mazkur loyihani amalda tarbiyachi va bolalar faoliyatining o'zaro tutashuvi, o'qitish va o'qishga qaratilgan aniq harakatlar, amallar yoki usullar majmuasi sifatida joriy etiladi. Metod boshqa shakllarda namoyon bo'lmaydi. Buning boisi ta'lim metodi o'zida umumiy holda faoliyatning didaktik modelini ifoda etadi. Didaktika, shuningdek, ta'lim usullari atamasi ham keng qo'llaniladi. Ta'limiy faoliyat jarayonida turli metodlardan qo'llaniladi. Ular bolalarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi. Metodlar quyidagi asosiy guruhlarga bo'linadi. An'anaviy metodlar. An'anaviy metodlar og'zaki bayon qilish, tarbiyachi tushuntiradi, bola eshitadi va tinglaydi. Suhbat metodi savol-javob orqali bilimlarni mustahkamlaydi. Ko'rgazmali usullarda, ya'ni rasmlar, diagrammalar, jadvallar orqali tushuntiradi. Keyingisi amaliy metodlar. Bunda mustaqil ishlaydi. Ya'ni bolalar mustaqil topshiriqlarni o'zlari bajaradi. Laboratoriya ishlari, ilmiy tajribalar o'tkazadi. Loyihaviy usulda ishlaydi, ya'ni bolalar loyiha yaratish orqali yangi bilimlarni o'zlashtiradi. Va innovatsion metodlar, interfaol usullar, bolalarning faol ishtirokini talab qiluvchi metodlar. Kichik guruhlarda ishlash metodlari, ularni guruhda muhokama qilish va yechim topish, elektron ta'lim, ya'ni onlayn kurslarda testlar bajarish, rasmlar orqali
Keyingisi tadqiqot metodlari. Muammo qo'yish va yechim topish. Bolalar o'zlari masalalarni tahlil qilishadi va xulosa chiqarishadi. Eksperimental usul, ya'ni tajriba o'tkazish va natijalarni tahlil qiladi. Va 5-si o'yinli metodlar. Rolli o'yinlar. Bolalar muayyan rollarni bajarib, bilim va ko'nikmalarni shakllantiradi. Biznes o'yinlari o'ynashadi, iqtisodiy va boshqaruv masalalarini hal qilish orqali bilim oladi. Ta'limiy vositalarning ahamiyati. An'anaviy vositalar, ya'ni an'anaviy ravishda qo'llaniladigan ta'lim vositalari, bular darsliklar, rasmlar, jadvallar, nutq, o'quv ustaxonasi jihozlari, laboratoriyalar, axborot vositalari, o'sha ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqarish vositalari kiradi. Didaktik vositalar esa, didaktik vositalar deganda o'quv va ko'rgazmali qo'llanmalar, namoyishli qurilmalar, texnik vositalar tushuniladi. Didaktik vositalar metodlar singari ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi funksiyani bajaradi. Ta'lim vositalarining tasnifi ta'lim vositalarini tasniflashda turli asoslarga ko'ra yondashish mumkin. Ya'ni faoliyat subyektiga ko'ra, faoliyat obyektiga ko'ra, o'quv axborotiga munosabatiga ko'ra hamda o'quv jarayonining vazifasiga ko'ra. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ta'lim metodlarini malakali tarbiyachining usuli bilan birlashishi natijasida o'tilayotgan mavzuning, o'rganilayotgan mavzuning mazmuni va o'ziga xosliklari to'liq ochib beriladi. Bu esa bolalarning o'sha mavzu yuzasidan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarning shakllanishi va rivojlanishiga asos vazifasida o'taydi. E'tiboringiz uchun rahmat.